Assalomu alaykum aka-ukalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Alakondan terisidan nima ochib oldi ekan bu bola deb o'ylanib turganlar uchun oshxona naborda injig'ini tayyorladik. Uzunligini qarang buni. Buni o'zini mana sanab beramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta asal oladigani, oltita, yettita pichog'i bor, bitta musati bor, egodan tayyorlangan va bitta chopqisi bor. Ular lezvalari abo'yma pachinnik, soplari yog'ochdan. Ular tekstil soplari. Soplari ham oxirigacha kelgan. Oshxona uchun bemalol ishlatsa bo'laveradi. Katta shef bovullar ham ishlatsa bo'laveradigan variantida.